Akalar, assalomu alaykum. Bizga hozir bitta Dehqondo'zdan Nexus 3imiz bor akalar. Mashinani sirrazi ma'lumotini aytib o'tamiz. Mashina 4 ta chiroyli diskada akalar. Balonlarni ham ko'ryapsizlar. Yangi holatda, hali bir hafta ham yurmabdi mashina. Xo'p, mashina Nexus 3, kraska top-toza 62 ming yurgan akalar. Nexus 3 tayyor egalaridan akalar. Mashinamiz o'ta tiniq holatda ekan akalar. Ko'zda hech qanaqa qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Mashinani olasizlar, minasizlar akalar. Yili ham 2022 top-toza Nexus 3 akalar. Balandni ko'ryapsizlar. Mashina lekin o'ta akkuratni holatda ekan akalar. Xo'p, mashinamiz polni shumka qilingan. Xo'p, tablolar chiroyli qilib terilgan akalar, ko'ryapsizlar. Xo'p, hamma narsasi bor, mana bunaqa deflektor, polik chexol, hamma narsa qo'yilgan, video registratorlarigacha bor akalar. Mashina olasizlar, minasizlar, tayyor holatda ekan akalar. Salonlarda ham ko'ryapsizlar, tiniq holatda. Mashinamiz 2022 top-toza 62 ming yurgan akalar. Hujjat akalar, sizlar xohlagan hujjat chiqadi. Gen desalaring gen, oldi sot desalaring oldi sot. Yaxshi insonlar bo'lsa gen ham qilib beraman deyaptilar. Mashina popdi mashinasi akalar. Qiziqqanlar akalar, $7,800 bo'lsa beraveraman deyaptilar. 2022 toza 62 ming yurgan, polni shumka, pult, polik, chexol, hamma narsasi video registratorlarigacha bor, hamma narsasi tayyor. Subwooferlarigacha bor deyaptilar. Maza qilib, yoshirib, maza qilib dib yurgani zo'r holatda ekan akalar. Bemalol aloqaga chiqib, telefon nomerlarini Telegram kanallariga yozib qo'yamiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib, baraka qilib olsalaring bo'laveradi akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.